Tushda taklifnoma ko'rishning ta'birlari. Taklifnoma olish, yaqin kunlarda quvonchli xabar eshitish, yangi tanishuv yoki muhim tadbirda ishtirok etishga ishora. Taklifnoma berish, boshqalarga yaxshilik qilish, munosabatlarni mustahkamlash yoki yangi hamkorlik boshlanishini anglatishi mumkin. To'y taklifnomasi quvonchli voqealar, baxtli o'zgarishlar yoki oilaviy xushxabar belgisi sifatida talqin qilinadi. Yirtiq yoki yo'qotilgan taklifnoma qo'ldan boy berilgan imkoniyat yoki ayrim rejalarga ko'proq e'tibor berish kerakligini bildirishi mumkin. Taklifnomani o'qish yaqin orada muhim qaror qabul qilish yoki muhim xabar olish ehtimolini anglatadi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.